Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek Usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan tunuka ishlarni olib boramiz. Aziz vatandoshlar, bu ishimizda Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida bitkazib beryapmiz. Bu ishimizda bitta ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Aziz vatandoshlar, kech bo'lishiga qaramasdan ishlarimizni tugatganmiz. Ideal holatda bitkazib berganmiz aziz vatandoshlar. Aziz vatandoshlar, ideal holatda burchaklarini keltirib, ideal holatda bitkazib berilgan, ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Bu burchaklarini ham ideal holatda keltirib qo'yilgan. Aziz vatandoshlar, bu ayvonlarini ham qilib berganmiz. Bu ayvonni ham shunaqangi go'zal holatda bitkazib berganmiz azizlar. Bitta ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Aziz vatandoshlar, bu ishimizni 130 ming so'mdan hamma rasxoti ichida bitkazib berganmiz. Bitta ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Burchaklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Ideal holatda chiqarib berganmiz. Bu burchagi bilan bir xilda qilib ideal holatda qilib berganmiz. Ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. 1 metr tarnovimizda 60 ming so'mdan qo'yib berganmiz. 1 metr turbamizda esa 40 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Kimga mana shunaqangi tunuka xizmatlari kerak bo'lsa, Usta Xurshidbek jamoasiga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.